o'zligimiz, boy tariximiz, ma'naviyatimiz va kelajagimiz poydevoridir. Milliylik bu bizning aslimiz, qadriyatlarimiz. Milliylik bu bizni boyligimiz, bu bizni go'zalligimizni namoyon qiluvchi vosita sanaladi. Milliyligimiz bu o'tmishdan meros, kelajak sari yo'lchi yulduzdir. Milliyligimiz tilimizda, dilimizda va qadriyatlarimizda yashaydi. Milliyligimiz eng bebaho va tuganmas boyligimizdir. Milliyligimizni asrash o'zligimizni asrashdir. Milliylik bu o'z xalqining tarixi, an'analari, madaniyati va urf-odatlarini rivojlantirishga intilishdir. Milliylik bu inson qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini uyg'otib, o'zlikni anglashga yordam beradi. Milliylik avvalo insonning qadr-qimmatida, o'zini e'zozlashda bilinadi. Masalan, ona tilini e'zozlash, milliy bayramlarni nishonlash, milliy liboslarda namoyon bo'lish milliylikni kelajak avlodga yetkazish demakdir.